Hop tikyapsan-ga, mana. Hop yaqinlashganda mana. Podiyum bilan urasan. Hop ustirog'iga. Ber. Ha. Yaxshi. Hop, ko'ryapsizlar, bola bilan qanaqa mayda detallarni ustida ishlayapmiz. Indal mashg'ulotlar shunaqa narsalarga ko'proq e'tibor berishga harakat qilamiz, chunki bunaqa narsalar bolalarni kelajakda top futbolchi bo'lishini ta'minlaydi, xudo xolasa. Chiqamiz skorsda, past keladi. Hop, qaytaraman. Hop, boshimni ko'tarib oldim. Past. Hop, zonaga kirdim. Bittada partaga. Qatqam, ha. Ha, bosh ko'tarib ochil. Bosh ko'tarib ochil. Ha, zonaga. Zonadan chiqib qolma. Zona ichida qol, qaror, ketdi. Ha. Yaxshi. Tezroq, atqa aktivnat bu oxirigacha. Mashg'ulotimizni bosqich qiylashtirib boryapmiz. Bu narsa mashg'ulot bolalarga qiziq bo'lishini ta'minlaydi. Bolalar zerikib qolmaydi mashg'ulotda. Bosimni qo'ysa, trenirovkani o'yinga yaqin qilsa, bolalarga shuncha o'yinda oson bo'ladi. Ras, atborga. Yaxshi, ha? Tezroq atqam. Zo'r bolam. Xo'p, imdoliy mashg'ulotlar nimaga kerak deb so'rashadi bizlar ota-onalar. Oddiy misoldan tushuntirishga harakat qilaman. Qaranglar, aytaylik, shunga o'xshagan ukajon udalnilarni bolalar mashg'ulot ishlashyapti. Bu yerda bilasizlar, bolalar soni ko'p bo'ladi, 15 ta, 20 ta, 20 tadan ko'p bo'lgan vaziyatda bo'ladi. 10 minut ishlasa bitta mashqqa necha marta gali keladi bitta o'quvchiga? 3-4 marta keladi, 5 marta keladi. Imdoliy mashg'ulotlarda bolalar soni kam bo'lgani uchun bizlarda o'zimizning imdoliy mashg'ulotlarda 4 tagacha bolalar bo'ladi. Bunaqa vaziyatda bolalarni o'chishda 15, 20, 30 martagacha keladi. Bu конечно bolalarni tezroq o'sishiga, tezroq rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun siz farzandingizni qanaqadir qo'shimcha mashg'ulotlarga bersangiz, bilingki siz unga qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berasiz. Rivojlanishi uchun, tezroq futbolchi bo'lishi uchun.